Siz Minecraft o'ynayapsiz. Va to'satdan dragon paydo qilishini xohlab qoldingiz. Yo, WhatsApp nega? Bolalar sizlar obunachilar. Hozir men buni qanday qilishni o'rgataman. Sizlar bo'lsa videoga bitta like bosib kanalga obuna bo'lasiz. Sizlar videoni boshlaymiz. Yo, mana videomizni boshlab oldik. Ana biroz g'alatroq boshlandi. Hozir men dragon tuxumini paydo qilishni hozir ko'rsataman. Buning uchun birinchi bitta tinchroq joyga boramiz, chatga kiramiz. Chatga buni yozib give kuchukcha amp uni farqi yo'q. Ender pastki chiziq dragon pastki chiziq spawn pastki chiziq deb yozamiz. Unaqa turadi va buni qaranglar. Akalar, men buni qaranglar. Berdi. Men buni yolg'on deb o'ylardim. Hozir buni bilamiz, yolg'onmi rostmi? Hozir buni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana turimiz. Hozir bitta tinchroq joyga boramiz, uni paydo qilamiz. Qani do'stlar, o'zgisi bormanglar. Axir men ham YouTube orqasidan non topishim kerak-ku, shuning uchun ham reklama. Agar sizlar sifatli banner yozishga kerak bo'lsa, Game Design kanali siz uchun. Sizlarga kommentariyada bo'ladi, o'tib o'zingizga kerak narsalarni yozib olishingiz mumkin. Bo'ldi shu. Bundan keyin miyamga bir fikr keldi. Sizlar bu videoga komment yozasizlar, kim degan ko'p like, uni kanalini reklama qilib beraman. Bunday bo'lsa videoni davom ettiraman. O, o'xshadi bolalar. O'xshadi, mana buni qaranglar, paydo bo'lgan. Buni qaranglar, ko'plik. Buni qaranglar, bu naqsh bo'lib ketdi. Buni qaranglar. Ana bular tekka tushib olarkan ko'ramiz hozir. Menimcha biroz ko'proq paydo bo'ldi. Mana qaranglar, naqsh bo'lish. Buni qaranglar, naqsh bo'lib tushni qaranglar. Bundan zo'r naqsh videosi bo'larkan. Sizlarga bunchalik ko'p qilishni maslahat bermayman. Chunki telefoninglar qotib o'tib yuborishi ham mumkin. Ko'ramiz hozir qanday naqshni ko'ramiz. Mana yoniga ham kelib oldik. Endi sizlarga ko'p bo'lgan bo'lsa, buni qanday o'ldirishni ko'rsatib beraman. Endi chatga kiramiz. Kill kuchukcha qilamiz. To'samiz. Buni qaranglar. O'tlarni yog'ilishini qaranglar. Ular qaranglar. Yomg'ir vaqti. Ular qaranglar. Buni o'tlarni qaranglar. Darajada ekan, o'zbekcha ham gapirish kerak, faqat ruscha gapirmoqsa. Telefonim yana qotib qoldi. Mana ishga ketdi. Bulutlarni yig'sak qancha borgan emasmi yig'masak? 80dan o'tkazibdi, 100 ga ham boradi. Ne 100 so'm o'tdi. Sizlarga oson o'qib topshirib ketaman. Bunday yozasizlar. Ko'paytirib yuboribman. Yana ichida kamaytiramiz. Shunchasi yetadi. Mana 497. Yana yozamiz. Endi ichida
ko'proqlarimiz. Yana ishlamay ko'payib turyapti. Bu ko'p dragon ko'rganim uchun biroz qotib qoldi. Bundan uzr so'raymiz. Hammaga xayr. You didn't have to cut me off.